Apple mahsulotlarini nasiya savdoga chiqaradigan do'stlarimiz ushbu videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlar uchun foydali hisoblanadi. Video yoqsa like bosib qo'yinglar. Hozirgi ko'rib turgan iPhone'imiz 17 Pro Max. Buni holatini ko'rayotgan bo'lsanglar, bu aynan sizlarga tanish holat. Bu nasiya savdosiga, ya'ni chet elda kreditga chiqqan telefon. Ular qanaqa metod bilan iPhone'larga blok qo'yib beradi. Ko'rayotganinglar aynan MDM blok hisoblanadi. Agar mijoz pulni o'z vaqtida to'lamasa, mana shunaqa holatda iPhone bloklanib ketmaydi. iCloud qulfi tushirib qo'yilmaydi, balki kerakli eng ishlatiladigan funksiyalari o'chirib qo'yiladi. Masalan, hozir ko'rib turganinglardek faqat Telegram'i qolgan va Viziv qolgan, keyin MDMga tegishli bo'lgan ilovasi qolgan. Bu nimaga xizmat qiladi desanglar, pulni o'z vaqtida to'lash uchun ishlatiladigan ilova hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, kerakli funksiyalar bilan tanishib chiqasizlar. Ulanganda connection bo'lib turaveradi. Xullas, MDM blokka tushgandan keyin o'rtoqlar kompyuterga ulanish ham bo'lmaydi. Ulanish ham bo'lmaydi. Keyingisi mana настройка bo'limiga kiramiz. Настройка bo'limidan основныйga kiramiz. Основныйdan mana bu yerda управленияda MDM ограничение qo'yilgan, mana yozib chiqqan. Nimalarga ограничение qo'yilgan. Xo'p. Mana shu orqali bo'lyapti. Demak, VPN o'zini maxsus VPN orqali tushirib qo'yaveradi. Demak, men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, bizda O'zbekistonimizda hozir eng aktual narsa iCloud qo'yib berishadi. iCloud o'z-o'zidan yechilib ketyapti yoki boshqa narsalar bo'lyapti. Eng zo'ri sizlarga MDMli blok hisoblanadi. O'zi aslida MDMda xuddi shunaqa. Bunaqa muammolarga ham duch kelmaysizlar. Mashinniklik ham qila olmaydi. Agar bu proshifka qiladigan bo'lsa, iCloudni o'chirishga urinsa, bu polniy blok bo'lib ketadi telefon. Izohlarda fikringizni qoldiringlar. Sizlar qanaqa fikr berasizlar? O'rtoqlar, sizlarga seriyasi bilan ham ko'rsataman. Mana 17 Pro Max iCloud holatida. Demak, mijozimizning o'zlarini iCloudlari tiqilgan. Boshqa iCloud yo'q, boshqa iCloud tiqishmadi. Faqat o'zingiznikini tiqib olgansiz. Bu pul to'lamasingizdan oldin hamma programmangiz bor edi, 100%. Hozir aytishim to'lasang ochiladi. To'lasangiz ochishadi. To'lovi demak, mana shu programma orqali 1234.com bo'ldi. O'rtoqlar, qaranglar, screen time'iga nima qo'ygan. Screen time'ini ichiga kiradigan bo'lsak, mana buni ichiga kiradigan bo'lsak, mana qaranglar, управление настройкада mana DNS, demak MDM turibdi. MDM ma'lumot. Xullas, hamma narsasi mana shu orqali yopilgan o'rtoqlar. Demak, screen time orqali MDM podключение bo'lib boshqariladi.